Xo'p bolalar, hammaga assalomu alaykum. Bugun O'zbekistondagi nomer 1 akkaunt haqida sizlar bilan gaplashib o'tamiz. Ko'z oldingizda ko'rib o'tiribsizlar, Ali aka. Assalomu alaykum Ali aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. So'yta yaxshimisiz? Sog'lik yaxshimi? Chotkimi, настроение imbami bugun. Bo'lmasa hozir sizlar bilan nomer 1 akkauntni birgalikda obzor qilamiz va Ali akaga bir ikkita savollar beramiz. Ali aka bizga javob beradilar. Qani, men shu ishonib yurgan narsalar rost ekanmi? Ali akani o'zidan so'raymiz yoki yolg'on ekanmi? Ali aka, birinchi savol bo'lmasa, bu akkauntni qayerdan va kimdan nech pulga olgansiz? U qarochi bu akkauntni Cheles va Turk orqali sotib olganmiz. $30,000 menga kelib tushgan, lekin $30,000 sotib olganman. Bir hafta o'tmasdan 10,000 pul tiqlargan men ichiga. 30,000 AQSh dollariga olib, yana bir hafta o'tgandan keyin yana tiqib olgansiz. Srazi. Voy jinoy qolish mumkin odam. Siz to'g'risini ayting, pochkangizni sotdingizmi yo'qmi? Yo do'stingizni pochkasini sotdingizmi? Pochka joyida lekin. Bo'pti, qarang. Yo'q, qilsa bo'ladi lekin. Nu o'qishsa bo'ladi, men bir prop qilmoqchiman. Ha, hazillashyapman, asujdayu. Qarachi qaranglar. Siz aytyapsizki, bir haftaning ichiga 10,000 mi qanchadir tiqdim deyapsiz. Siz olganingizga bu akkauntni menimcha 1 yil bo'lgan. 1 yil ichida shunchagina tiqdingizmi? Xo'p, bo'lmasa savollarni yana videoning o'rtasida beramiz. Bo'lmasa biz birinchi bo'lib obzor, ya'ni arujalarni birinchi ko'ramiz. Nimaga laboratoriyaga kirib, qani nima arujalar bor? Birinchi o'rinda bu arujalarni ko'rib turib aytib, kamchizdan ketib qolmay. Va bu tugamayapti. Veloda kayfi bor-ku, veloda kayfi mana bu akkaunt ko'rib kayf qilaverasiz. Xo'p, buni vashi 203 ta prokatchiga buni qaranglar. Voy, full, Uzi 5, Karek full, Skarelma Blaster. Voy, full eng yoqqan Skarelma bittasi, ishoninglar bu. Mana buni qaranglar. Eng oldivi Skarel. Shuni men aytaman-ku, Skitalets, mana Skitalets Blaster, AKM-lik ham shunday desangiz ham bo'ladi. Mana bu Skarel ham shunaqa. Mana bu Skarel ham menga juda yoqadi. Tak, Rov yashirku o'rtacha, bu qaytib kelgan bir marta, lekin mana Blasteringiz aka, prosta. Почти hammasi full-da. Buni qaranglar. Tak, bo'ldi. Ishqilib, Ali aka, bu arujalar bor-ku, umuman tugamayapti. Meni uji bolalar, ishoninglar, men qo'lim charchadi. Oxirgacha endi keldim. Yaqinda chiqqan karakni ham full qilgan, mana qaranglar. Voy, yetdi. O'zi aslida karakter o'ynanma. Men qarang. O'zi aslida karakter o'ynanma. Yo, tushunim, uji mifik bo'lyapti-da. Bu o'zi yaqinda chiqqanda bularsa, yaqinda. Mana qaranglar. Lekin bir narsa ko'p narsada, ya'ni mana shu yerda turgan ko'p arujalarni full qilmadim, chunki ularga ko'p kirasa ketadi. 4-levelli, 5-levelli o'tasha arujalardan ko'ra, shunaqangi 7-levelli, 8-levelli o'tasha arujalar chiqqanlarga u kirasa kam ketadi. Lekin shunaqangi 5-levelgacha kuchaytiriladigan arujalarga kirasiga o'ta ko'p ketadi. Shuni hisobiga nariga kuchaytirilmagan hali bor. Inshaalloh Xudo xolisa katta UC'da, yana ham katta UC'da OPGS qilmoqchiman. Prem hammasini full qilishligicha. O'sha payt men bo'laman. Nima deysiz? Nima desa, qarochi birgalikda OPGS qilamiz. Inshaalloh birgalikda OPGS qilamiz. Qancha UC ketadi deysiz, buni hamma arujalarni bittada full qilib o'rgan, hammasini. Men aytaman sizga, chunki hozir ko'raman, arujangizni ko'psi o'sha mifik, ya'ni siz o'sha почти full qilgansiz. Примерно 100% dan 70% full bo'lgan, 30% qolgan. Menimcha ketsa 1 million tagiga ketadi aka UC. 30% ham, lekin shu yerda o'tashi 5-levelgacha-da. Bilaman, shu 5-levelgacha. Lekin nariga o'tashi 7-level, 8-levelgacha bo'ladigan yo'llarda pulni hammasi full-da u yerda. U ko'rib maza qilaverasiz-da. Qarangda, hozir buni siz hammasini full qilsangiz, menimcha sizni kolleksiyangiz o'sha 100 bo'lsa kerak. Savollar. Menimcha 99,5lar bo'lib ketsa kerak. 100 bo'lmaydi-yu. Qarang, 1 million 100 tashlasangiz ham bu 99,5 bo'lib ketsa ham sizni даже 100 ham yana qolib ketadi aka. Yana bir ozgincha narsa chiqsa, o'sha siz 100 ham bo'lasiz. Men aytayman, mana shu yilning o'ziga o'sha 100 bo'ladi nasib bo'lsa aka. Xo'p, bolalar, arujalarni ko'rdik. Ana endi sizlar bilan eng massiv joyga o'tamiz, ya'ni massiv deyman, uzr. Qarochi, shokolad joyiga o'tamiz. Masterskayaga kiramiz, X kostyumlarga o'tamiz. Uje ko'rib turibman, uje 7 bo'lib turibdi. 7-level kostyum X Dravion 7-urovinggacha chiqqan bolalar. Buni qaranglar. Hammasi bor. Menga qarang, siz buni birontasini o'zi kiyasizmi? Bittasini kiyishim mumkin, unda ham Farovonni kamdan kam o'ynayman. Lekin X kostyumlarda
o'ynamıyor. Ha, chunki men ko'raman, постоянно beyplar bilan yurasiz siz. Endi beyp bolalar, beypda baribir, bu hech qachon qaytmaydigan narsa. Bilgan biladi beptilik. Bilgan biladi. Nima? Anuxra X kostyum 7-level. Mana bu 6 ekan. Buni уже 7 qilsak ham bo'ladi yaqinda. Open case qilsak agar, bu ham 7, bunisi ham 7, bunisi ham 7, bunisi ham 7, 6, 7, 6, 6, 6, 6, 7. Bor kostyumni X kostyum bormi deyman. Shu PUBG'da nechta kostyumingiz hammasi bormi deyman. Hammasi bor. Hammasi bormi deyman. Ko'ring. Yo'q, chunki qarangda, men X kostyum endi uncha qiziqmaganman, lekin почти hammasi bu почти emas, hammasi bor ekan o'zi. Voy, lekin shu yerni o'zida menimcha bir 2 million 100 ketgandir, mana shu yerni o'zida. Примерно. Menimcha yoki ketgan menimcha. 2 million 100 ketgan shuni Atak lekin har bitta Faronga, ya'ni har bitta X kostyumga kamida yo'q degani yo 100 ming yoki 110 ming 100 ketadi. Fullgacha. Shunday. Shunday bilaman. Xo'p, X kostyum imba rostdan massiv ekan, shokolad deb o'tirmadim, rostdan massiv ekan. Endi hozir men bitta narsani ochaman, shu joyda lekin edit qilmasam bo'lmaydi. Buni qarang. Hamma joy samsariq, tilli rang bo'lyapti. Buni qaranglar. Voy! To'xtang. Qo'llarim ishlamayapti, borku, mana buni qarang. Voy! Mana buni tilloligini qaranglar. Voy. X kostyumlarni qaranglar pastda. X kostyumlar ultimate tagga turibdi. Mana bu mifiklarni qaranglar. Mana bu oldi va mifikni qaranglar. Voy, mana bunisini qaranglar. Ko'ringchi, u qancha pastga tushirasiz ekan, u qo'lingiz bilan. Qani ketdik, davay. Boshla. Prosta pastga tushirib ko'ring. Prosta mana boshla ketdi. 1 2 3 mana ketdik qani. Prosta qani, qachon tugagan. Xush. Moments liter boku, o'shani bir kunlik qo'yib yuborish kerak. Hop, tugatamiz, o'tamiz. Voy bu! Bu tugaydimi bugun yo'qmi? Mana buni ko'pligini qaranglar. Voy. Voy, shunaqa biron marta bunaqa kayf qilmaganman borku, buni qaranglar. Voy, tugamayapti-ku bu. Voy, mana buni qaranglar. Voy bu. Nima bu ahvol? Yo! Bittasini ham kiymayman. Voy, mana buni ko'pligini qarangsiz. Voy, chinni. Voy. Shundoqqina komment yozsin. Siz o'tash tepadan pastgacha tushirishni boshladingiz. Qancha vaqt ketdi? Ya'ni siz pastga tushirishingizgacha. Zohirlar yozib o'tinglar mujiki. Endi siz qarangda, hozir agar buni bironta bola kirib obzor qilmoqchi bo'lsa-da, bitta ko'ryapti-da bola. Qiziqyapti. Tasavvur qiling, bu kimdir sizning akkauntingizda kostyumlarni bitta ko'ryapti. Endi siz tasavvur qiling, bitta ko'rib obzor qilgandan keyin necha soat vaqt o'tib ketadi uni siz tasavvur qilyapsizmi? Masalan, qaysi mana qarang, masalan bitta kostyum tanladi, bu kostyumni ko'rmoqchi, qani padborga qanday kirib keladi, nima bo'ladi, ko'radi, qiziqadi baribir. Endi tasavvur qiling, har bittasini shunday kiyib chiqib ko'rmoqchi bo'lsa, butun umri ketadi-ku aka, uni butun umri. Ay bilan. Smash bo'ldi hozir bu yerda. Ana endi hozir sizlar bilan mana bu dumaloq rulcha ko'rinyaptimi? Bitta bosamiz, hozir UAZdan pikapga o'tamiz. Pikap deb o'zi sedanga o'tamiz. Mana buni qaranglar bolalar. 54 ta skin bitta mashinga. 54 ta bitta dachani o'ziga 54 ta skin. Bu nima ahvol bu? Menga qaranglar. Odam shunchalik ham PUBG ga pul tiqadi. Menga menga qarang. Tezkuna Ferrari kelarkan. Bir chamasi 200 mingcha UC solaman yana. Oddiygina Ferrari o'ziga. 54 ta skin Ferrari'ni qo'yib turing siz. Mana buni qarang. 54 ta 46 ta skin maklar. Ana mashinga 46 ta skin. Mana buni qarang. Voy bu. Tashlab beraymi sizga 2 donasini? Bittasi qarang-a, menda bitta dona Porsche drop karim bor. Qolgan hammasi drop emas-da. Voy, men nechta drop kar bor? Примерно aka, nechta drop kar bor? O'rtacha bir hisob qilsam. Sanamaganman. Vashi ko'p bo'lsa kerak. Mana sanab o'tirmayman, qo'ying o'zi mazam qochib qolsa kerak. Emotsiyalarni men bolalar sizlarga aniq qila olmayman, prosta ko'rsatib o'tib ketaman. Mana bu emotsiya. Через не могу даже bu oldivi emotsiya bu. Bu yomon old emotsiya va Gidora. Bilgan biladi Gidorani, uzr Gidora deyman. Gidorani bilgan biladi. Bu emotsiya menimcha qaytib kelmagan PUBG ga umuman. Vashi qaytib kelmagan bu emotsiya. Yo'q, kelmagan. Godzilla. Chunki chunki buni kiyimi ham bor-da, bilasizmi? Gidorani bilaman, ha, bilaman, Gidorani bilaman men aka. Mana bu.
Men editor bo'lgan paytim bir 2022-yilda mana shunaqa emotsiyali kostyum olaman deb ishoning. Ha, menga hype qilib yurgan paytingizmi? Sizga hype qilib yurgan paytim mana shunaqa emotsiyali akkauntim bo'lsa, men boshqa akkaunt olmayman deganman, ishonasizmi? Agar shunaqa emotsiyali akkauntim bo'lsa, boshqa umuman akkaunt olmayman deganman. Voy, prosta bor-ku. Buni qaranglar, mana bu emotsiya. Eng oldivi emotsiyalar, qarachi mana shu akkauntda. Men sizlarga aytayman. Eng oldivi emotsiyalar mana shu akkauntda. Xo'p. Hammasini ko'rdinglar, men bitta narsani ko'rsatmoqchiman. Men o'sha kun ko'rib qoldim. Material emas, materialni bilaman, ishlatib bo'lgansiz. Mana buni qaranglar. Oltita kristal nima qilyapti bu yerda? Yo, pastaga anaqani ko'rsating. Shoshmang, mana IDni ko'rdingizmi IDni nechtaligini? IDni ko'rganim yo'q, men buni ko'rdim. Mana bu nima bu aka? 423 ta kristal nima bu? 400 tasavvur qilasiz. Lekin bundan boshqasi ham bor. Yo'q, 400 aka bu men ko'rsin. Yo'q. Qayerda? Tushundim, u kichigi ham bor. Salkin pastroq tushing. Pastroq yana ham. Ono, yo tepada qolib ketdi. Ozgina yana. Ono, 4403 ta. Voy, 4403 ta bu nechta bo'ladi bu? To'xtang, prosta обмен qilmaymiz-ku. Nechta bo'ladi bu? 146 ta yana. Voy! Aka, menga qarang, siz уже olib bo'lgansiz, mifik forishdan hamma narsani. Hech narsa yo'q yerda. Hech narsa qolmagan, hammasini olib bo'lgansiz. Yo'q. Hech narsa yo'q. Oy! Odam o'zini qanday his qilishi mumkin, ha? Kristali bor, уже PUBG'da ishima qolmagan, bo'ldi. Ishima yo'q unaqa olishga, tamom, bo'ldi. Yo'q ishima, tamom. Qolmadi, tamom. PUBG'ga men oladigan narsa qolmadi. Nima qilay? Deydigan odam mana shu bo'ladi. Bitta narsa har sezon kiyim qo'shyapti, har sezon kiyim qo'shyapti, misol. Faqat meni bor kiyim qo'shyapti. Eng alamlisi. Chunki oldiv akkauntda bu aka, bu ham old bu. Bunday-da, bu ham oldiv, чересчур oldiv akkaunt, keyin чересчур qimmat akkaunt bu. Ham old, ham qimmat, shunaqa akkauntda bu. Bunaqa akkaunt topish qiyin, lekin men bu lobbidan qaranglar. Voy, bilan 83 ta lobbi. ID karta qaranglar. 50 ta, 49 ta ID karta. Yo'q, ko'rsating, men to'sib qo'yganman. Mana, mana 49 ta mana. To'smagansiz, mana ko'rinyapti. 49 ta ID karta, 49 ta. Xo'p bolalar, Ali aka qayerdan buncha yusilarni olyapti deyotgan bo'lsanglar, Ali aka yusilarni bulldrop.uz saytidan olyaptilar. Hozir sizlar bilan birgalikda biza, men Ali aka va siz open case qilamiz. Birinchi bo'lib tushuntiraman. Bulldrop.uz saytiga kirgandan keyin mana bu tepada o'zbek tilini tanlaysizlar va birinchi bo'lib hisobni to'ldirish qilasizlar. Hisobni to'ldirish qilgan paytingizda mana bu yerda borlar. Masalan, sizlar 200 mingga open case qilmoqchisizlar. Masalan, qanaqadir ultimate yoki nimadir keldi, sizlarda 200 ming so'm pul bor. 200 ming so'mga bilasizlar, UC servisdan salgina kamroq UC beradi. Bu yerda esa o'yinlar o'ynab, sizlar UC ko'paytirsanglar bo'ladi. Hozir tushuntiraman. 200 ming so'm tashladinglar, sizlarga 1292 tanga beryapti. Ana endi buni ko'paytirish iloji bormi deyotganlar uchun albatta bor. Promokodni kiriting degan joyiga katta harf bilan Ali promokodini kirgizib amalga oshirish qilsak, 1200 tangamiz bizga 1551 beryapti. Nima uchun deyotgan bo'lsanglar, Ali akaning promokodi 20% bonus beryapti, shaxsan obunachilar uchun. Sizlar bilan hozir biz Eferion, ya'ni kristal keysini ochamiz. 7 minglik Bulldropdagi eng qimmat keyslardan bittasi mana shu bo'ladi. 5 taligini yuqori xavf bilan ochib ko'ramiz. Foyda yoki da zarar hozir ko'ramiz. Foyda yoki da zarar. Oy! 60 minglik ko'ryapsizlar, 5 talik yuqori xavf kristalda 75 ming. 5 ming. Endi siz to'xtab turing. Shokka hozir endi tushasiz. Mana 75 ming tushdi. Bizda qarang qanchaga ochdik. Biza bu keysni 35 mingga ochdik. 35 mingga ochib 75 mingmi? Endi to'xtang. 40 ming foydami hozir? Endi qarang. Men sizga 40 mingni hisoblab beraman. UC'da qancha bo'ladi? Buni qarang siz. Bitta keysni o'zidan 32900 UC foyda. Siz tasavvur qilasizmi? Tasavvur qilasizmi? 32000 UC bitta keys. Ko'ryapsizlar, UC'ni qadan olyapmiz, Sizlar hali ham yuribsizlar, pulga sotib olib 1 million 200 ming $100 dan, Ishoninglar, 32900 UC, ya'ni bu 33000 UC bir dona kristal keysini o'zidan beryapti. Endi tasavvur qilinglar, boshqa keys ochsanglar qanaqa omadinglar keladi. Yana bitta narsani aytib o'tib ketay. Mana shu joyiga keldinglarmi, srazu chiqarib olinglar. O'tirmanglar. O'rnida.
yana o'ynayman, ko'paytiraman, 1 million yo'q. Bolalar, u narsani miyanglardan chiqaringlar. Srazu yuzini chiqarib olib, akkauntingizga open case qilinglar. Ozgincha keyin yana tashib o'ynasanglar bo'ladi. Hozir emas lekin, srazu chiqarish kerak.